Agar siyrat kitoblariga, tarix kitoblariga murojaat qilinsa, yakkama-yakka bo'lgan olishuvlarning ichida eng ulug'i shubhasiz Ali ibn Abi Tolibni Xandaq kunidagi qilgan olishuv hisoblanadi. U xulofoi roshidinlar davri bo'ladimi, keyingi davr bo'ladimi, farqi yo'q. Bironta muboraza Alini Xandaq kunida qilgan muborazasiga teng bo'ldi. Ana shu mushriklarning orasida Amr ibn Hud ismli bir qahramon bor edi. Arablarning botillaridan qahramonlari. Ayrim kitoblarda yoshi 80 yoki 90 ga yetgan edi, lekin quvvatli cho'qqisida edi deb aytishadi. Odamlar u bilan jang qilishmas, ismini eshitib jang maydonidan qochib ketishadi. Shu darajada tajribali, kuchli, quvvatli kishi edi. Amr ibn Hud va bir qancha mushriklar qahramonlari Xandaqdan sara otlarda minib sakrab o'tishdi. Musulmonlar tomonga o'tishdida muboraza talab qilishdi. 10 ming qo'shin Xandaqning u yoqda turibdi. Musulmonlarning 300 kishisi Xandaqning bu yoqda turibdi. Mana endi 4 ta yoki 5 ta mushrik Xandaqdan musulmonlar tomonga o'tib turib, "Man yubari" kim muboraza qiladi? Odatda muboraza talab qilgan odam o'zini kimligini aytadi. Men falonchiman. Sen kimsan deb so'rashdi. Men Amr ibn Hudman. Bironta odam qo'zg'almadi. Ali roziyallohu anhu turib, men chiqaman. Rasululloh, "Ey Ali, bu Amr ibn Hud, o'tiring joyingizga" dedi. Ali o'tirdi. Amr ibn Hud endi masxara qilishni boshladi. Ichingizda muborazaga yaraydigan bironta erkak yo'qmi? Bironta erkak yo'qmi? Axir o'lsanglar, sizlar boradigan jannat qayerda qoldi dedi. Agar o'lsanglar jannatga borardinglar sizlar. U jannat tursa qanday chiqmaysizlar deb masxara qilishni boshladi. Payg'ambarimiz o'ngga qaradi, chapga qaradi, hech kim turmayapti. Ali ibn Abi Tolib men deb ikkinchi marta chiqdi. Payg'ambarimiz yana o'tkazib qo'ydi. Bu yerda Amr ibn Hud baqiryapti, masxara qilyapti. Kim chiqadi deb payg'ambarimiz so'radi. 3-marta men deb chiqdi. Ali roziyallohu anhu 26-27 kelgan bola. Rasululloh bu Amr ibn Hud dedi. Amr ibn Hud bo'lsa. Payg'ambarimiz ruxsat berdi chiqdi. Qo'rqoqlik umrni uzaytirmaydi. Jasorat umrni qisqartirmaydi. Bugun Amr ibn Hud o'lish kerak. Ali roziyallohu anhudan yoshroq odam chiqsa o'ldiradi. Rasululloh ruxsat berdi. Ali ibn Abi Tolib oldiga bordi. Amr otning ustida turgan. Ali esa piyoda. Yana qaytarib aytamiz. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida bo'lgan janglarni qaraymiz. Xulofoi roshidinlarning davrida bo'lgan jangni qaraymizmi? Birontasidagi bo'lgan muborazalar mana shu muborazaga teng keldi. Ali roziyallohu anhu Amrning qarshisiga kelib turdi. Tanimadi. Kimsan dedi? Ali. Ali ibn Muaviyamisan? Yo'q. Ali ibn Abi Tolibman. Endi Abu Tolibning hurmati baland. Alining otasi Qurashning sayyidi bo'lgan, arablar taniydi uni. Amr aytdiki, "Ey, sen Abu Tolib o'g'limisan? Sen meni birodarim o'g'li ekansan. Ortingga qayt. Sendan yoshi ulug'roq jo'nat. Amakilaring bo'lsa kerak atrofingda." Ali aytdi, "Ey Amr, menga yetib kelishicha, agar senga Qurayshdan bo'lgan birorta odam ikkita ishdan bittasini taklif qilsa, bittasini tanlar ekansan" dedi. "Ha? Men senga ikkita narsani taklif qilaman. Ayt. Birinchisi, men seni islomga chaqiraman. Allohdan o'zga iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik berasan" dedi. Amr aytdi, "Bu narsani menga keragi yo'q. Ikkinchi taklifing nima?" dedi. Ikkinchisi an-nizal. Men bilan urush dedi. Shunda Amr hayron bo'ldi. Men biron kishi mendan qo'rqmasdan meni urushga chorlaguncha yashayman deb o'ylamagandim dedi. Aytdi-ku, uni ismini eshitib qochib ketardi jang maydonida. Odamlar, "Bu yosh bola chiqib turib urush men bilan" dedi. Amr otidan tushdi-da, qilich bilan urdi, otini o'ldirdi. Chunki hamiyat, g'urur, bu piyoda tursa bu otda turishini o'ziga or deb bildi. "Ey birodarimning o'g'li, ortingga qayt. Men seni o'ldirishingni xohlamayman." Ali aytdi, "Ammo men vallohi seni o'ldirishingni xohlayman." Mana endi jang boshlandi.
Ali roziyallohu anhu qatnashgan 3-jang bor yo'q. Badr, Uhud. Endi Amr ibn Vudning 5-jangi bu. 50 yil, 60 yillik tajribasi bor. Ali roziyallohu anhuga ko'tarib turib, qattiq zarba berdi qilishi bilan Alining qo'lidagi qalqon yorilib ketdi va yumalab ketdi bir necha marta. Turtida Amr ibn Vudning atrofida Ali aylanishni boshladi. Shunday bir qattiq jang bo'ldi, qilinayotgan harakatlar, berilayotgan zarbalardan chang ko'tarildi. 1 soat yaqin yerda jang qildi, changda orasida nima bo'layotgani ko'rilmas edi. Musulmonlar ham, mushriklar ham ikkala taraf bu ajib muborazani nima bilan yakun topishini kutib, asablari tarang bo'lib turdi. Hech kim hech narsani ko'rmayapti. Shu vaqt chang orasidan Allohu akbar takbir eshitdi. Payg'ambarimiz Allohu akbar dedi, musulmonlar takbir aytdi. Changning ichidan Ali roziyallohu anhu g'olib holda chiqib keladi. Ali roziyallohu anhu Amr ibn Vudni yer tishlatgan edi. Qarang, Amr ibn Vud bilan birga o'tganlar Amrni o'ldirilganini ko'rgandan keyin Xandaqdan orqaga qarab qochib qolishdi, endi sakrab o'tib ketishning o'zi tamom. Bulardan ayrimlar o'tib ketishga ulgurdi, ammo Zubayr ibn al-Awwam roziyallohu anhu ana shu mujrimlardan bittasini quvib yetdi-da, sakrayotgan payti oti bilan Xandaqdan yelkasiga qilich bilan urdi. Zarbani qattiqligidan qilich ikkiga bo'lib tashadi, egarga kelib to'xtadi. Ot o'tib ketdi, bu mushrik ikkiga bo'linib Xandaqqa tushdi. Buxoriydan keltiriladi, Abdulloh ibn Zubayr aytadi. Otam Xandaq kunida Nafal ibn Muaviyani qilich bilan ikkiga bo'lib tashaganini ko'rdim. Uthman ibn Wartamron, An-Nasir, Salahuddin al-Ayyubi